battar bo'lib qoldi-ku. Oyijon, men keldim. Uydamisizlar? Kim bor? Keldingmi? Seni sog'inib ketdim. Keldim oyijon, keldim. O'rtamizga olib kelini. O'zimiz o'rtaga tushib hal qilmasak bo'lmaydi, qizim. Qizim, endi sen o'zing yordam bermasang bo'lmaydi. Kelinni olib shaharga borib kel. Sen yaxshiroq tushunasan-ku, jonim bolam. Kelin, xafa bo'lmang. Bu o'tib ketadi. Ukam o'zi yoshligidan shunaqa qaysar bo'lgan. Bu bizning kelinimiz. Sizning yoningizga uzoqdan olib keldim. Kelinimizning yuzini bir ko'rib, o'zingiz chiroyli qilib davolab bera olasizmi? Voy singlim, shunaqa zo'r maskalarim bor. Sizning yuzingizni chaqaloqnikidek qilib qo'yaman, asalim. Oyijon, keliningiz qani? Opang kelinni shaharga olib ketdi, bolam. Foydasi yo'q, Nega unaqa deysan, bolam? Oydek qiz-ku, hamma xizmatni ham qiladi. Faqat sizdim. Unga chidab o'tiribman. Axir aytdim-ku, opa. Nima qilib qo'ydingiz? Endi nima qilaman? Battar bo'lib qoldi-ku. Nima qildingiz? Nega bunaqa bo'ldi? Sizga battar qilib qo'ying. Sizga battar qilib qo'ying demagandik-ku. Senga kim ruxsat berdi? Nega bording? Nima qilding yuzingni? Turishini qarab ham nima bu ahvol? Bor, ket. Men sen bilan yashay olmayman. Seni ko'rsam jahlim chiqadi. Bu odam seskanadi seni yuzingni ko'rsa. Yuzingga qarasam seni yaxshi ko'ra olmayman. Chunki meni majburlab uylantirishdi senga.